Oramizga kinochilar kelishibdi. Bosh qahramon kimligini bilasizmi? Do'stingiz Zakirxon. Zakir amaki bilan uchrashtirasizmi? Albatta. Ana bu maktabdan dam berishgan edi. Zarha! Men Sahirxon bilan ko'rishgani bormayman. Nega? U bilan ko'rishmaganimizga necha yillar bo'lib ketdi. Bilmadim qanchadan qancha odam bilan gaplashgan, hayotida nimalar bo'lgan, meni unutib yuborgan bo'lsa ham kerak. Nima deb boraman? O'zing o'yla, yoniga borib, "Ha, og'ayni tanidingmi?" desam, darrov quchoq ocharmidi? Birodiy sartarosh Sakirxon bilan qanday uchrashtiradi? Sakirxonning do'stida. Nima aytdi? Butun shu gap-ya? Do'st ekanini isboti bormi? Aldamchi! U Sakirxonning hatto sochini ham ko'rmagan. Buni do'koniga qadam bosishning hojati yo'q. Bolaligimda men ham shunday bir qadrdonim bo'lardi. Meni suyanchig'im. Xudoyimni menga yuborgan ne'mati. Billu. Billu. Meni do'stim. Lekin uni hammasi esida ekan. Men u hammasini unutib yuborgan deb o'yladim. Men unutamanmi?